Assalomu alaykum barchaga. Rustonbek o'quv markazi tomonidan taqdim etilgan A+100 kitobining demak ikkinchi misollarga doir bo'lgan 100 ta misollar yechimini boshlaymiz. Demak, birinchi misol hisoblang. Xo'p, dastlab mana bu kasrni surat mahrajini mingga ko'paytirib olsak, 429 taqsim 30 hosil bo'ladi. Plus demak ikkinchi kasrda ham xuddi shunaqa mingga ko'paytirib olsak, 128 taqsim 80 plus. Ana endi buni 10 mingga ko'paytirib olamiz. Uchinchi kasrda shunda 96 taqsim 120 hosil bo'ladi. Teng. Xo'p, 3 ga qisqartirib olsak ikkalasini ham birinchi kasrda. 143 taqsim 10 plus ikkinchi kasr 8 ga qisqartirib olsak 16 taqsim 10 plus. Demak, buni 12 ga qisqartsak 8 taqsim 10. Demak, mahrajlar bir xil. Suratda 143 plus 16 plus 8 teng. Bu 167 taqsim 10. Bu esa 16,7. Demak, bu B javob. Keyingisi. Bu ham hisoblang. Xo'p, birinchi kasr demak aralash kasr noto'g'ri o'tib olsak, 64 taqsim 5 ko'paygan 15 taqsim 4 minus 48 taqsim 11 ko'paygan 17. Demak, bir taqsim 33 taqsim 8 mahrajda 18 taqsim 7 ko'paygan, demak 35 taqsim 3 desak teng. Ana endi bu yerda demak qisqartirib olamiz. 3 bu 16. Xo'p, 3 bu 6. Demak, suratda 16 ko'paygan 3 minus 6 ko'paygan 3. Xo'p, mahrajda esa 5 6. Demak 30 teng 48 minus 18 taqsim 30. 30 taqsim 30 teng 1. Demak, bu A javob. Navbatdagi misol. Xo'p, hisoblang. Teng. Davriy kasr. Demak, bu 20 99 25. Noto'g'ri kasrga o'tib olsak, demak 2005 taqsim 99. Ana endi buni xo'p nechiga? Bu hozircha shu holatda tursin. 2005 taqsim 99 bo'lingan 10 taqsim 33 plus 7 taqsim 6 teng. Demak, 2005 taqsim 99 ko'paygan 33 taqsim 10 plus 7 taqsim 6. Xo'p, 33 bilan 99 qisqarsa 3. 5 ga qisqartiramiz 2. 5 ga qisqartsak 401. Xo'p, demak shunda 401 taqsim 6 plus 7 taqsim 6. Demak, 408 taqsim 6 teng 68. Demak, B javob. Navbatdagi misol. Yig'indining qiymati qaysi oralig'da? Biz demak 2 taqsim 4 bu 1 taqsim 2 degan. 22 taqsim 44 bu ham 1 taqsim 2. Ana 223 taqsim 444 ni quyidagicha yozib olsak, 222 plus 1 taqsim 444. Demak, 222 taqsim 444 plus 1 taqsim 444. Bular qisqarsa 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 444. Xo'p, demak 2223 taqsim 4444. Buni ham 2222 plus 1 taqsim
Demak 4 ta 4. Xo'p, teng. 1 taqsim 4444. Xo'p, bular ham qisqarsa 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 44. Xo'p, ana endi barchasini yig'indisini oladigan bo'lsak, birinchi kasrdan 1 taqsim 2, buni ham 1 taqsim 2 qo'shsak 1 plus. Demak, mana bu yerlarda ham yana 1 taqsim 2 bor, plus 1. Qolgani 1 taqsim 444 plus 1 taqsim 4444. Demak 2 plus. Xo'p, buni qiymati demak birdan oshib ketmaydi albatta. Qaysi oralikda deyilgani, demak bu 2 va 3 oralig'ida, demak A javob ekan. Navbatdagi misol 5-misol. A va B ratsional sonlar uchun tenglik o'rinli bo'lsa, a kvadrat plus b kvadrat qiymatini toping. Xo'p, demak buni biz hozir 0 deb tanlab olsak, a ning qiymati 3 ga teng bo'ladi. Shunda a kvadrat plus b kvadrat bu 3 kvadrati plus 0 kvadrati, demak 9 ga teng bo'lar ekan. Javob. Navbatdagi misol hisoblang. Xo'p, teng. Demak 23 plus 16 qavs 23 ning kvadrati minus 23 ko'paygan 16 plus 16 ning kvadrati. Mahrajda demak 8 minus 5, 8 plus 5 minus 23 ko'paygan 16. Xo'p, qo'shib olsak 39 mi bu? 39. Demak 3 ko'paygan 13. Bu ham 39, demak 39 qisqardi. Xo'p, teng 23 ning kvadrati. Mana bu ifodadan demak 2 ta bo'ldi hozir. Minus 2 ko'paygan 23 ko'paygan 16 plus 16 ning kvadrati. Bu bizga ayirmaning kvadratini beradi. 23 minus 16 kvadrati. Demak ayirsak 7, 7 ning kvadrati 49. Javob. Navbatdagi misol 7-chi. Xo'p, har bir qavatni hisoblab olsak, 2 ko'paygan 1 dan 1 taqsim kelsak 1 taqsim 2 plus 3 ko'paygan 3 minus 1 2 taqsim 3 plus, demak 4 ko'paygan 3 taqsim 4 plus va hokazo plus 10 ko'paygan 9 taqsim 10 teng. Demak 2 qisqardi, 3 qisqardi, 4lar qisqardi, demak 10lar ham qisqardi. 1 plus 2 plus 3 plus va hokazo plus 9. Demak 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi bu 45 ga teng. Javob. Navbatdagi misol. Hisoblang. Dastlab kasrning suratini hisoblab olsak, demak 6,9 dan 8 plus 6,9 dan 7 plus 6,9 dan 5. Xo'p, 18 20, demak 2 20,9 dan 2. Xo'p, endi mahraj demak 5,9 dan 7 plus 5,9 dan 8 plus 5,9 dan 6 teng. Buni hisoblasak 15 21 17 17,9 dan 3. Xo'p, aralash kasrni noto'g'ri o'tsak, demak 182 taqsim 9. Xo'p, 9 156 taqsim 9. Demak, mana bizga berilgan ifoda surati bor. Ya'ni surat necha chiqdi? 182 taqsim 9, mahraji esa 156 taqsim 9. Demak 9 ga qisqarib ketsa 182 taqsim 156 teng. Xo'p, shunda biz kasrni qisqartirishimiz kerak. Demak, kasrni qisqartirishda e kub 182 hamda 156. Xo'p, bularning e kubini topadigan bo'lsak 26 kelib chiqadi. Demak 26 ga qisqartiramiz. Demak, suratda
7, mahraj esa 6. 7 taqsim 6 bu B javob. Navbatdagi misol. Ko'paytmaning oxirgi ikkita raqamini toping. Xo'p, biz demak 71 darajasida 456 ni oxirgi ikkita raqamini topsak. Demak bu oxiri 1 bilan tugaydi. O'nlar xonasida raqam topish uchun mana bu 7 ni 6 ga ko'paytiramiz. 6 ga 42 bo'lsa, 2 ni olamiz. Keyingisi 61 darajasida 567. Bu ham 1 bilan tugaydi. O'nlar xonasini topish uchun 6 kira 7, bu ham 42, demak 2. Demak, bizda nima bo'lyapti? Shunda 21 ko'paygan 21 deb hisoblasak, 441 bo'lsa, oxiridagi 41 ni olsak, shunda B javob. 10-misol. Suratdan mana bu yerdan 10 ni kvadrati plus 10, demak 10 ni chiqarib olsak, shunda 10 plus 1 bu esa 10 ko'paygan 11. Mahrajdan ham 11 ni chiqarsak, 11 plus 1. 11 ko'paygan 12. Demak, kasr chizig'i 10 ko'paygan 11, mahrajda 11 ko'paygan 12. Ko'paygan kasr chizig'i 12 ko'paygan 13, demak 13 ko'paygan 14. Xo'p, ko'paytma, demak ko'paytma 98 ko'paygan 99, demak mahraj esa 99 ko'paygan 100 teng. Xo'p, 11lar ketdi, 13lar ketdi va hokazo. Demak 99 ketdi, 98 undan oldingi mahraj bilan ketgan. Shunda bizda suratda 10, mahraj esa 100 qolyapti. 10 ga qisqartsak 1 taqsim 10. Ajoyib. Navbatdagi misol. Xo'p, avval berilgan bo'lsa, demak A ko'paygan B ni topishimiz kerak ekan. Xo'p, A ning qiymatini hisoblab olsak, 4, 3, 3 taqsim 2 ko'paygan. 3 kira 2 6, 5 taqsim 3 ko'paygan. 8, 7 taqsim 4 va hokazo ko'paygan 20, 19 taqsim 10. Demak, bu A ning qiymati. Ana endi B ning qiymatini hisoblasak, 3, 4 taqsim 3 ko'paygan. 6 taqsim 5 ko'paygan. 8 taqsim 7 ko'paytma, demak 20 taqsim 19. Xo'p. Ana endi biz mana shu ko'paytmada nechta qatnashyapti? Nechta kasr? Demak, bu 2, 6, 8 li, demak 2 2 ga oshib bo'lyapti, oxiri 20. 9 ta kasr bor. Har biridan 2 ni chiqarib olsak, 2 ni 9-chisi, demak qavs ichida 2 taqsim 3. Mana bu biz hozir 2 kira 2 ko'rinishda olyapmiz, 2 chiqib ketadi. Buni 2 ko'paygan 3 ko'rinishda olyapmiz. Demak, ko'paygan 3 taqsim 5 ko'paygan 8 o'rniga 2 ko'paygan 4 hisoblayapmiz. Xo'p, 4 taqsim 7 ko'paygan va hokazo ko'paytma kasr chizig'i. Mana buni 2 ko'paygan 10 desak, 10 taqsim 19. Ana endi A ning qiymatlari bor, B ning qiymatlari ham bor. Demak, A ko'paygan B teng. Mana bu 2 darajasi 9 ni qavs oldida yozib qo'yamiz. Demak, qavs ichida A ning birinchi ifoda qiymati 3 taqsim 2 ko'paygan B ning qiymati 2 taqsim 3 ko'paygan A ning, demak 5 taqsim 3 ko'paygan B dan esa mana bu 3 taqsim 5 ko'paytma, demak 7 taqsim 4 A ning qiymatini olyapmiz. Demak, B ni esa 4 taqsim 7 ko'paytma va hokazo ko'paytma. 19 taqsim 10 ko'paygan 10 taqsim 19 qavs. Xo'p, 3 bilan 3, 2 bilan 2, demak hammasi qisqarib teng 2 darajasi 9 qolar ekan. Demak, A ko'paygan B teng 2 ning 9-chisi bu 512. Demak, bu C javobi. Navbatdagi misol hisoblang. Demak, bularni hisoblab olamiz. Qavs ichida butun qismdan butun qismga esa, demak 2020 minus 2019 qavs plus, demak kasr qismdan kasr, ya'ni 5 taqsim 6 minus 1 taqsim 3 ko'paytma, demak qavs 2019 minus 2018. Xo'p, plus qavs ichida 1 taqsim 6 minus 2 taqsim
3 teng. Xo'p, bu qavsdan 1 chiqadi. Plus bunga 2 tadan bersak 3 taqsim 6 qavs. Xo'p, bundan ham 1 chiqadi. Demak, plus mana bunga 2 tadan bersak -4 -3 qavscha -3 taqsim 6. Demak, 3 bilan 6 qisqarsa 1 plus 1 taqsim 2. Ikkinchi qavsda demak plus minus 3 bilan qisqartirsak 1 taqsim 2. Demak, 3 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 2, 3 taqsim 4 bu esa 0.75. Javob. Navbatdagi misol 13. Ifodaning qiymatini toping. Xo'p, biz bu yerda mana bunday bir nechtasini yozib olaylik. Demak, -1 minus 1 ni, demak birinchisi minus 1 ni kvadrati minus 1 ni uchinchisi minus -1 darajasida demak 4. Xo'p, minus va hokazo minus -1 darajasida 2022 minus qavscha -1 darajasida 2023 minus xo'p minus 1 darajasida 2024 va minus -1 darajasida 2025 teng. Xo'p, demak dastlabki -1 deb yozib olamiz. Bunda esa +1 va yana -1 demak +1. Xo'p, bu yoqdan -1 va hokazo 2022 darajasi juft bo'lganligi uchun 6 ta minus saqlanib qoladi -1. Xo'p, 2023 minus toq -6 ga chiqib +1. 2024 juft oldida minus saqlanib qoladi. Xo'p, 2025 esa toq +1 teng. Xo'p, e'tibor bersak -1 +1 0, -1 +1 0 va hokazo. Demak -1 +1 0 va yana demak 0. Bizda bu A javob. Navbatdagi misol 14 hisoblang. Xo'p, noto'g'ri kasrdan aralash kasrdan noto'g'riga o'tib bo'lsak, 7 taqsim 3 plus bu 35 taqsim 10 bo'lsa 5 ga qisqartirsak 7 taqsim 2. 7 taqsim 2 qavs. Xo'p, qavs minus 25 taqsim 6 plus 13 taqsim 4. 13 taqsim 4. Demak, plus 22 26 taqsim 11 teng. Xo'p, 2 ta 3 ta 14 21 35 taqsim 6. Demak, 2 ta 3 ta minus 50 plus 39 minus 11. Xo'p, ko'paytirishga o'tib olsak, suratga 12 chiqib ketadi. Mahrajda minus 11. Xo'p, plus 26 taqsim 11. Demak, 6 bilan 12 qisqarsa 2. Xo'p, minus 70 taqsim 11 plus 26 taqsim 11. Demak, bu esa minus 44 taqsim 11 minus 4. Demak, bu A javobi ekan. Navbatdagi misol hisoblang. 2 minus demak kasr chizig'i 9 10 taqsim 3 ko'paygan 19 taqsim 10 plus. Xo'p, bu 39 taqsim 2. 39 taqsim 2. Xo'p, ko'paygan demak bu o'zi 89 taqsim 2 2 taqsim 9. Mahrajda 62 taqsim 75 minus 4 taqsim 25. Shuni qilsa bo'ladimi? Teng. Xo'p, o'nlar qisqarib ketdi. 2lar qisqardi. 3 ga qisqaradi. 13 mahrajda 3. Shunda 2 minus kasr chizig'i 19 taqsim 3 bor plus bu yoqda esa
13 taqsim 3. Xo'p, mahrajimiz. Mana buni 3 ga ko'paytirib olsak, shunda mahrajda 75, 62 minus 12 teng 2 minus kasr chizig'i 3 mahrajda qo'shib olsak 32, bu esa 50 75 teng 2 minus 32 taqsim 3. Bu ikkalasini 25 ga qisqartiramiz. 2 taqsim necha 3 bo'ladimi? 3 lar ham ketdi. 2 minus, demak 32 ni 2 ga bo'lsak 16 minus 14. Javob. Demak navbatdagisi 16 hisoblang. Xo'p, bu yerda minus 2. Demak har bir aylanasi minus 2, bu yerda ham minus 2, bu oxirida ham minus 2. Buni osonroq va hisoblashga qulay qilib bir misol tuzib ko'raylik. Misol uchun 1 minus 3 plus 5 minus 7 plus 9 minus 11. Shunchaki bir hisoblash uchun. Demak, bu ham minus 2 ga teng, bu ham minus 2 ga, bu ham minus 2 ga. Natija minus 6 ga teng. Xo'p, demak hisoblashda qanaqa yondashgan yaxshiroq? Shunda biz bosh va oxirini, demak 1 plus minus 11 taqsim 2 minus 5 bilan minus 1 deb ko'raylik, ya'ni minus 6 chiqadi shunda. Yana shunga o'xshash birorta tuzib ko'ramiz. Biz hozir hisoblab olish uchun, o'zimizga qulay bo'lishi uchun. Demak 1 minus 3 plus 5 minus 7 plus 9 minus 11. Xo'p, shunda plus 13 minus 15. Qani hisoblab ko'rsak. Minus 2, minus 2, minus 2, bu ham minus 2. Minus 8 chiqishi kerak. Hozir biz qanaqa qildik? Boshdagi 1 ni oldik va qo'shdik oxiridagi minus 11 miz. Endi bizda 15 taqsim 2 minus 1. Minus 14, minus 7, minus 1, minus 8. Demak, ikkala holatda ham javoblarimiz bir xil chiqdi. Xo'p, biz ham hozir mana shuni qilsak, demak 11 plus minus 2025 taqsim 2 minus 1 teng. Bu minusdan 2014 bo'ladi. Taqsim 2 minus 1. Bu minus 1007 minus 1 teng minus 1008. Bu B javob ekan. Bu shunchaki shunaqa hisoblab olsak bo'lar ekan, qulayroq bo'lishi uchun. 17-misol. Hisoblang, teng. Xo'p, demak biz 81 o'rniga 3 darajasi 4, darajasi 3 taqsim 4 deb olsak, plus 64 o'rniga biz 4 darajasi 3, darajasi minus 1 taqsim 3 desak. Minus qavs ichida 5 darajasi 3, uning darajasi 1 taqsim 3 desak. Xo'p, minusni ishlatsak, ya'ni ta'sir qildirib olsak va qavs ichida 25 taqsim 4 ning kvadrati ning darajasida 1 taqsim 2 va barchasining darajasi 1 taqsim 2 teng. Teng. Xo'p, 4 lar qisqardi. Qavs ichida 3 ni 3-chisi plus 3 lar qisqardi. 4 ni minus 1-chisi bu 1 taqsim 4. Minus 3 lar qisqardi. 5 ni 1-chisi. Xo'p, shunda 2 ham qisqardi 1 taqsim 2 bilan minus 25 taqsim 4 darajasida 1 taqsim 2. Xo'p, 3-chisi bu 27. 27 dan 5 ta ayirsak teng. Qavs ichida 22 bo'ldi. Xo'p, 1 taqsim 4 minus 25 taqsim 4. Bu esa minus 24 taqsim 4 minus 6. Demak, minus 6 darajasida 1 taqsim 2. Bu 16 bo'lsa 4 ning kvadrati darajasida 1 taqsim 2. Javob 4 ekan. Demak, C javob. Navbatdagi misol 18. Hisoblang. Demak, biz bu kasrni mahrajdan 1 taqsim 10 ni chiqarib yozib olsak, demak 1 taqsim 6 plus 1 taqsim 12 plus 1 taqsim 20 plus 1 taqsim 30 plus 1 taqsim 42 ko'rinishi keladi. Teng 1 taqsim 10 qavs ichida, demak 1 taqsim 2 ko'paygani 3 desak.
plus 1 taqsim 3 ko'paygan 4 plus 1 taqsim 4 ko'paygan 5 plus 1 taqsim 5 ko'paygan 6 plus 1 taqsim 6 ko'paygan 7. Ana endi biz mana shu 1 taqsim 2 ko'paygan 3 ni quyidagicha yozib olsak. 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3 deb yozib olsak. Xo'p, 3 bu yoqqa 2 bersak 1 taqsim 6. Demak, teng. Umuman olganda o'zi bir lemma bor edi. 1 taqsim m ko'paygan n bo'lsa, 1 taqsim n minus m qavs ichida 1 taqsim m minus 1 taqsim n ko'rinishda yozish mumkin. Kasrda. Demak, biz mana shundan foydalandik. Xo'p, 1 taqsim 10 endi misollashasak, demak 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3. Bu mana bu. Kasrda shunaqa yozdik. Plus ikkinchisini ham xuddi shuni yozamiz. 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 4. Plus qavs ichida 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 5. Plus 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 6. Xo'p, plus 1 taqsim 6 minus 1 taqsim 7. Teng. 1 taqsim 10. Demak, qavslar ochib oladigan bo'lsak, 1 taqsim 3, 1 taqsim 3, 1 taqsim 4, 1 taqsim 4. Xo'p, 1 taqsim 5, 1 taqsim 5. Demak, 1 taqsim 6 ham ketdi. Natijada 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 7. Demak, 1 taqsim 10. Bunga 7 tadan, bunga esa 2 tadan bersak 5 taqsim 14. Xo'p, bu qisqarsa 1 taqsim 28. Demak, bu B javob ekan. Navbatdagi misol 19. Hozirgi misolga biroz 2 ko'paygan 3. Bu yerda 3 ko'paygan 5 bo'lsa yaxshiroq edi. Bu yerda 5 ko'paygan 7 bo'lishi kerak. Demak, 1 taqsim 2 ni chiqarib yozaylikchi. 1 taqsim 2 ni chiqarsak 1 taqsim 3 plus mana buni biz hozir shunda 1 taqsim 2 ko'paygan 3 ko'paygan 5 ko'rinishda yozmoqchimiz. Mana bu kasrni. Va bu yerdan 2 ni chiqarib olsak 1 taqsim 3 ko'paygan 5. Keyingisidan ham 1 taqsim, demak 5 ni demak 10 ni 2 kara 5 deb yozsa 2 chiqib ketsa 5 ko'paygan 7 plus 1 taqsim, endi bu yoqda 7 ko'paygan 9 ko'rinishda qoladi. Plus va hokazo plus 1 taqsim necha bo'ladi? 69 mi? 69 ko'paygan 71. Teng. Xo'p. Ana endi. Teng 1 taqsim 2. Mana bu 1 taqsim 3 ni o'rniga biz 1 taqsim 3 ni o'rniga quyidagicha yozsak, 1 taqsim 3 bu teng 1 taqsim 1 ko'paygan 3 desak. Teng lemmada qanaqa edi? 3 minus 1 qavs ichida 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 3 deb yozsak bo'ladi deb aytdik-a. Shunda qavs oldida 1 taqsim 2 hosil bo'ladi. 1 minus 1 taqsim 3. Shunda 3 kira 1 3, 2 ile qisqarsa 1 taqsim 3 ga teng. Demak, mana shu 1 taqsim 3 ni o'rniga biz 1 taqsim 2, 1 minus 1 taqsim 3 deb yozsak bo'lar ekan. Demak, mana bu ikkinchi kasrda ham 1 taqsim 2, 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5 deb yozsak bo'ladi. Plus, demak, mana bu uchinchi kasr. Mana bu kasrda ham 1 taqsim 2 qavs oldida, demak, qavsda 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7 plus, demak, bunda ham 1 taqsim 2, 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 9 va hokazo plus 1 taqsim 2 ni chiqarib olsak 1 taqsim 69 minus 1 taqsim 71. Xo'p, demak, barcha 1 taqsim 2 larni nima qilamiz? Qavsni tashqariga chiqarib olamiz. Demak, teng 1 taqsim 4, 1 xo'p, mayli, 1 minus 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7
plus 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 9 plus va hokazo plus 1 taqsim 69 minus 1 taqsim demak 71 qavs. Qisqarib ketadi bular. Teng bizda qolgani 1 taqsim 4 qavsida 1 minus 1 taqsim 71. Demak 1 taqsim 4 ko'paygan 70 taqsim 71. Xo'p, 2 ga qisqarsak 35. Suratda 35, mahrajda 142. 35 taqsim demak bu da javob ekan. Navbatdagi misol 20-misol. Demak hisoblang. Xo'p. Bizda demak mana shu 2025,9 dan 4 hamda 2026,9 dan 4 da demak bog'liqligi bor. Demak biz hozir 2025,9 dan 4 ni agar a deb belgilasak, 2026,9 dan 4 teng bo'ladi bu a plus 1 ga. Chunki bunga 1 qo'shsa 2026 bo'ladi. Xo'p, demak mana bu yerda ham bog'lanish bor. 2022,9 dan 1, 2023,9 dan 1. Demak biz hozir 2022,9 dan 1 ni b deb olsak, 2023,9 dan 1 bu b plus 1 degani. Xo'p, teng. Keling shu belgilashdagi joy qo'yib olsak, 2025,9 dan 4 ni o'rniga biz belgiladik a deb. 2023,9 dan 1 demak bu b plus 1. Xo'p, minus 2026 butun mana bu 9 dan 4 ni o'rniga biz a plus 1 deb yoza olsak, xo'p 2022,9 dan 1 qani? Demak mana bu b deb olsak. Endi mana ifodani soddalashtirsak, a ko'paygan b plus a minus a b minus b teng. Xo'p, a bilan qisqardi. Bizda qoldi a minus b. Xo'p, a ni o'rniga biz 2025,9 dan 4, to'g'rimi? Demak, b ni o'rniga minus 2022,9 dan 1 teng. Xo'p, shunda demak butundan butunni ayirib olaylik. 2023 plus 4 taqsim 9 minus 1 taqsim 9. Demak 3 plus bu 3 taqsim 9 chiqadi. 3 ga qisqartirsak 1 taqsim 3. Bu esa 3 butun 3 dan 1. Bu javob ekan.